Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ushbu videorolikimda Rossiya davlat universitetlariga o'qishga kirish hamda uning foydali va qulaylik barchaga qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni gapirib beraman. Birinchi o'rinda tushunarli bo'lishi uchun gapirib o'taman. Ko'pchilik Rossiyaga pul topish maqsadida, ya'ni ishlash niyatida keladi. Ushbu holatlarda hammamiz bilamiz, patent qilamiz, registratsiya qilamiz, medosмотр o'tamiz, kvartira xizmat qolganda komissiya to'laymiz, juda ham ko'p qiyinchiliklar, rasxodlar, to'siqlar, shunaqa qiyinchiliklarga uchraymiz. Agarda siz Rossiya davlat universitetiga ochiq ravishda o'qishga qabul qilingan bo'lsangiz, bu sizga Rossiyada patentsiz ishlash huquqini beradi. Bu birinchi foydali fakt. Ikkinchi fakt esa talaba bo'lganingiz uchun, ya'ni o'qishga qabul qilinganingiz uchun sizga spesialni talabalar yotoqxonasidan bitta отдельный komnata ajratib berishadi. Tam 2 kishi, 3 kishi yoki 4 kishigacha talabalar yashaydi bitta xonada. Смотря qanaqa xona kattaligi, kichkinaligi va odam qanchalik ko'p yoki kamligi. Oylik to'lovi esa o'rtacha 1,5 rubl. Chunki 1200 rubldan 1700 rublgacha hozir bu qaysi universitet bo'lishiga bog'liq, birinchidan, ikkinchidan qaysi shaharda bo'lishiga bog'liq. Lekin o'rtacha 1,5 rubl hamma yoqda. Bu degani siz bir oyga o'sha yotoqxonada yashaganingiz uchun, gazidan, suvidan, svetidan foydalanganingiz uchun va yashaganingiz uchun 1,5 ming to'laysiz xolos bir oyga. Endi buni yana bitta plusi bor. Bu degani talabalar yotoqxonasida yashaganingiz uchun universitet sizga 1 yilga registratsiya qilib beradi. O'sha zasilyatsiya qilgan kuningizdan boshlab 1 yilga sizga registratsiya qo'yib beradi. Hamma hujjatingiz bilan o'zlari shug'ullanadi. FMSdan yoki politsiya xodimlari kelib tekshiruv o'tkazadigan bo'lsa ham, sizni komendant taniydi, vaqtyoshlar taniydi, direktor taniydi, hammasi подтвердить qiladi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Spokойно registratsiya bo'lgan joyingizda yashab, ham ta'lim olasiz, ham ishlab pul topasiz. Buni foydali tomonlari juda ham ko'p. Boshqa joyda agar kvartirada yashaydigan bo'lsangiz, qarang, kamida Moskvadan tashqari boshqa shaharlarda 20 ming, 30 ming rubl atrofida kvartiralar. Endi buni hammaga ham beravermaydi. Hozir ko'pchilik biladi, inostraniyalarga kvartira berilmayapti. Berilsa ham komissiya orqali beriladi, ya'ni 100% yoki 80% to'lovini qilasiz o'sha kvartirani sizga topib bergani uchun. Realda juda ham ko'p pul ketadi birinchidan, ikkinchidan baribir неприятно odam uchun. Uchinchidan esa hamma ham kvartirani egasi, ya'ni registratsiya qilib bermaydi. Registratsiya qilib bermasa, qonun bo'yicha qayerda registratsiya bo'lgan bo'lsangiz, o'sha yerda yashashingiz kerak. Agar unaqa holatlarda politsiya xodimlari ushlab olsa, tekshirsa, boshqa joyda yashayotganingizni aniqlasa, bu uchun ham administrativ shtraf bor. Har xil muammolar kelib chiqadi. Xudo xolasa, yaqin orada Rossiya davlat universitetlarida priyom boshlanadi, ya'ni abituriyentlarni o'qishga qabul qilish jarayoni boshlanadi. Kimda kim Rizan shahrida bo'lsa, mana shu davlat universitetiga o'qishga kirmoqchi bo'lgan bo'lsa, murojaat qilsanglar, xudo xolasa, qo'limdan kelgancha, kuchim yetgancha, imkoniyatim boricha yordam berib, kelgusida o'qish davomida ham qo'limdan kelgancha qo'llab-quvvatlab, yordam berib, yo'l yo'rig'ini o'rgatib, maslahat berib turaman. Mani maslahatim, agarda sizda haqiqatda o'qishga qiziqishingiz bo'lsa, kelajakda qaysidir kasbni egallamoqchi bo'lsangiz, haqiqatan ichingizda o'lov bo'lsa, o'qishga kirsangiz bo'ladi. Chunki o'qishga kirish oson, lekin uni tortib ketish, kursdan kursga o'tish, sessiyalarni yopish davlat universitetlarida juda ham qiyin. Talablar kuchli. Kim bilimga ega bo'lsa, o'sha talaba keyingi kursga yoki keyingi semestrga o'tadi. Bilimingiz yo'qmi yoki yetmayaptimi? Пересдачаga jo'natadi. Пересдачада ham topshira olmadingizmi? Komissiyaga jo'natadi. Komissiyada ham topshira olmasangiz, kechirasiz deb atchlet qilib yuboradi. Atchlet qilib yuborgandan keyin sizni yotoqxonadan chiqarib yuboradi. Yotoqxonadan chiqarib yuborgandan keyin sizni registratsiyangizni annullировать qilishadi. Keyin siz yana patent qilishingiz kerak, kvartira topishingiz kerak, registratsiya qilishingiz kerak va
shuncha muammolarni o'ziga yutib olasiz. Shuning uchun yo ishlash kerak, hujjat qilib, hujjatsiz yurish bu noto'g'ri narsa. Juda ham noto'g'ri narsa. Shuning uchun hujjat qilib ishlash kerak yoki bo'lmasam o'qishga kirib, o'qishdan bo'sh vaqtlarda foydalanib, shu huquqlardan foydalanib pul topish kerak, ishlash kerak, maqsadga erishish kerak. E'tiboringlar uchun rahmat. Kommentariy qoldirib, like bosib, podpisatsiya qilib qolsanglar juda ham xursand bo'lardim. Shundan bir motivatsiya olib, yana ham qiziqarli videolarni chiqarib boraveraman. Aytgancha, fikringizni qoldiringlar, qanaqa videolar sizlarga ko'proq qiziqroq bo'lardi. O'shalarni chiqarib boramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.